Yo bola, sizlar bilan Ko'komangira. Bugungi Ender Dragon Zafitamiz qismining ikkinchi qismi. Bu birinchi qismi menimcha o'chib ketdi. Bilmayman, qanaqadir sabablarga ko'ra mana shu yerda to'xtab qolib, video buradan screenshot bo'lmoqdimi? O'chib ketdi video. O'shaning uchun ikkinchi qismida yaxshi ko'rsatib, yaxshi video olaman. Birinchi qismi o'chib ketdi. Biz mana shu yerga kelib bordik, qishloqcha topgandik. Xo'sh. Video qisqa olaman, chunki ko'p narsalar, yaxshi narsalar ko'rish kerak. Bo'lmasa qani ketdik. Bolalar, mana portal qurdim hozir. Portalga obsidianimiz bor edi. Xo'sh, bu videoni aytgancha ko'p bilmaysizlar. Demak, buni unaqasi daraxtning bargida epik narsalar videosini ikkinchi qismini hozir ko'rsatyapman sizlarga. Birinchi qismi texnik nosozliklar bilan o'chib ketdi. Xo'sh. Portal yondiraman hozir bir narsa qilib. Xo'sh, mana bu portalga qolgan ketdik. Bizda marvaridlar bor, endi marvarid sabaqat kerak. Mana o'tib ketsa ko'p ketdi, shunday. Ko'p ketdi. Portal qayerdan o'sib ketamiz, bizga kerak. Xo'sh, bo'lmasa, o'zimiz bitta narsa qilamiz. Bersaymiz ko'p ketibdi-ku. Qanday yasaymiz? Temini qayerga kelish kerak ekan. Xo'sh, mana biz yog'och olib keldik u dunyodan. O'shaning uchun biz bitta qolgan taxtani olib turamiz. Nima aytaymiz? Pul yetadi. Bitta tabor bilan bitta kelga yasaymiz. Ko'p kerak bo'ladi tabordan. Xo'sh, buni bu yerga qo'yib turamiz. Vaqtinchalikka kerak bo'lmaydi. Xo'sh, aytgancha o'zimizga biz oltindan bir narsa yasab olish kerak. Xo'sh, mana. Hali cho'chqalar bilan savdolash uchun ham ko'p oltin kerak. Shuni tergab yuraveradi. Bular hozirchalik kerak emas. Bu yerga bu favqulodda holatlar uchun bo'ldi, hamma narsa tayyor. Buni sindiramiz. Buni blokni sindirib oldim. Xo'sh, endi bu yerga qo'yamiz. Havo qaytib ketadi. Endi bularni sindiramiz. Menga 14 ta bo'lsa bo'ldi. Bitta. Sindirib bo'lib video yoqaman. Mana bola chiqish yo'lini ham topib oldik. Obsidianlar hammasi tepadan